Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bilan birgalikda bugun 10 faktorialning kanonik yoyilmasi yoki 10 faktorialni tub ko'paytuvchilarga ajratishni o'rganamiz. Xo'sh, 10 faktorialni qanday qilib tub ko'paytuvchiga ajratamiz? Demak, 10 faktorialning ichida 10 faktorialni ichida 2 bor. 2 ning qanday darajasi bor? Aniqlashimiz kerak. 10 faktorialning ichida 3 ning qanday darajasi bor? Aniqlashimiz kerak. 10 faktorialning ichida 4 ning darajasi yo'q, chunki 2 ga qo'shilib ketadi o darajalar. Demak, 3 dan keyingisi, demak 5 ning darajasi bor. Keyingisi 7 ning darajasi bor va boshqa darajalar yo'q. Xo'sh, qanday qilib aniqlaymiz? 10 faktorialning ichida 2 ning qanday darajasi bor? Xo'sh, 10 ni 2 ga bo'lamiz. Xo'sh, 10 ni 2 ning kvadratiga bo'lamiz. Xo'sh, va 10 ni 2 ni kubiga bo'lamiz. Xo'sh, 10 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 5. 10 ni 2 ni kvadrati, ya'ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 2. Albatta bu 4 burchak qavs buton qismi, uni hamma yaxshi biladi. 10 ni 2 ni kubi 8 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 1 bo'ladi. Demak 5, 2, 7, 8. Demak 10 faktorialning ichida 2 ning 8-darajasi bor ekan. 10 faktorial ichida 3 ning qanday darajasi bor? Demak 10 taqsim 3. Xo'sh, plus 10 taqsim 3 ning kvadrati. Demak 10 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 3 dan kattaroq bo'ladi, ya'ni buton qismi 3 olinadi. 10 ni 9 ga bo'ladigan bo'lsak 1 bo'ladi. Demak javobimiz necha bo'lar ekan? 4. 10 ning ichida 3 ning 4-darajasi bor ekan. 5 ning qanday darajasi bor? Qanday qilib aniqlaymiz? Demak 10 ni 5 ni o'ziga bo'lamiz. Albatta keyingisi 10 ni 5 ni kvadratiga bo'lishni olmaymiz. Butun qismi 0 bo'lib ketadi. Demak 10 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 2 bo'ladi. Demak 5 ning 2-darajasi bor. Xo'sh, 10 ning ichida 7 ning qanday darajasi bor? Demak 10 taqsim 7. 10 taqsim 7. 10 taqsim 7 ni olamiz. 10 taqsim 7 ning kvadratini ola olmaymiz, chunki u butun qismi 0 bo'lib ketadi. 10 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 1 bo'ladi. Demak 7 ning birinchisi. 10 faktorialni tub ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsak 2 ning 8-si, 3 ning 4-si, 5 ning kvadrati va 7 ning birinchisi bo'lar ekan. Mana shunaqangi qiziqarli misollarning yechimlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.